Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Yevropa İttifaqının kengayishinin geopolitikalik bir zururiyat ekanligini, rayonni Rossiya, Turkiya yoki Xitoyning ta'siriga tashlab qo'ymaslik kerakligini bildirdi. Reuters agentligiga erishgan sun'iy hamroh suratlari talash-tartishdagi va to'qinish ehtimolligi yuqori deb qaralayotgan Scarborough sahili kirish eg'izida Xitoyning kontrollikni chingitish uchun laylama to'siqlarni o'rnatganligini va harbiy qismlar orqali kirish eg'izini taqganligini oshkor qildi. Shu surat asli to'liq chiqqan bo'lsa, ko'rdingizmi? Masalan, chiqish eg'iziga butunlay harbiy paraxodlar orqali uni to'siyotganligini ham laylama to'siq qo'yib, u yerdagi harakatlarga to'sqinlik qilayotganligi. Sun'iy hamroh suratlari bu. Mutaxassislar mazkur rayonni qurolliq to'qinishga aylanib ketish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan halqaliq nuqtalarning biri sifatida ko'rsatmoqda. Ya'ni bu tajovuzchilar masalan bu Scarborough oroli Filippin maxsus iqtisodiy rayon ichidagi bir rayon. Bu Xitoy tajovuzchilar hozir butunlay qorshab atrofini egallashga tirishayotgan bir rayon. Ammo Xitoy o'zi numussizlarcha mening ziminim deb turayotgan bir rayonda hamda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy urush keltirib chiqargan bexatarlik xavflarining davomlashayotganligi sababli Ironda turayotgan fuqarolarga davlatdan ayrilish va eng qisqa vaqt ichida bexatar rayonlarga yo'tkilish haqidagi ogohlantirishini yana bir qatim takrorladi. Bu tunugunki xabar. Amerika bilan Filippinning boshchiligida Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Fransiya qatnashgan yarim oydan ortiq davomlashgan Baltikan manevriga jami 17 ming askar qatnashtirilgan bo'lib, quruqliq, dengiz va havoda ijro qilinadigan bu manevrning asosliq nishoni Xitoyning eng muhim savdo yo'llarining biri bo'lgan Janubiy dengizni kontrol qilishni taqlid qilish ekan. Buni hali to'xtalamiz inshaalloh. Başqa xabarimiz qaldimi bugun? İqtisodiy aniqsizliklarning Xitoydagi chet el mablag'iga bo'lgan ta'siri davomlashayotgan bo'lib, bu yil tunji faslda Xitoyga selingan bevosita chet el mablag'i 36,5 milliard dollarga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 7,3% tuvalligan. Ya'ni Xitoyga chet eldan bevosita kelayotgan, selinayotgan mablag'larning tuvallash ahvoli.